Xo'p, assalomu alaykum. Men anchadan beri biladigan, lekin amal qilmayotgan, lekin ancha oldin o'sha Obsidian yozgan ekanman buni. Bu notni va undan keyin bir ikki marta o'ylab yurib, lekin esim yodimdan ko'tarilib qolgan va yaqindan aktiv tarzda shuni ishlatishni boshlab, qo'llab ko'rib, davom qilib kelayotgan narsa haqida aytib bermoqchiman bugun. O'rganish, yodlashga oid. Hozir ham bo'lib ham AI erasida, AI zamonida bu AI da so'rab olaman buni yoki buni yodlab nima qilaman, Googleable information, Google qilsa bo'ladigan informatsiya nima qilaman degan narsa ko'payib ketayotgan zamonda menimcha muhim bir perspektiv bo'ladi, qilishimiz kerak bo'lgan. Biz har doim nimadir haqida o'ylar ekanmiz yoki qaror qabul qilishimiz kerak bo'lsa, bizda bor informatsiya bilan yoki miyamizda bor shu paytgacha o'rgangan, shu miyamizdagi nima bo'lsa shular bilan o'ylaymiz, shular bilan qaror chiqaramizda. Yo'q bo'lsa qaror chiqara olmaymiz. Ya'ni agar bizga momentida kerak bo'lib qolgan paytda shu ma'lumot topilmasa miyamizda, qarorimiz noto'g'ri ketib qolishi mumkin. Ya'ni o'sha paytda biz buni tanlashimiz, buni tanlaymanmi degan paytda o'sha haqidagi ma'lumot miyamizda turmasa, raqam tanlab ketaveramiz. Boshqasini tanlab olishimiz mumkin-da. Ya'ni bizda har doim imkon bo'lmaydi. Google dan qarab olishga yoki AI ga yozib qarab yoki biza over reliant degan so'z bor inglizda. Juda ham ortiqcha suyanib qolish sodir bo'lishi mumkin AI ga, Google ga. Ya'ni har qanaqa qaror kelib qolsa, yaqinda bitta voqeani aytib berishdi. Bittasi ChatGPT dan hamma narsani so'rayotgan ekanda, ya'ni men bunaqa deb yozdi, men nima deb yozay, men bunaqa javob qaytardi, endi nima desam ekan. Vali butun suhbatini har bitta nima yozishi, nima deyishi, qanaqa javob qaytarishi, shularning hammasini GPT dan so'ragan. Ya'ni mana shu qanaqa kelib qolmaslik uchun nima qilish kerak desa, menda ikkita narsa bor. Yodlash va yodlagan narsamizni yoki shu o'rganayotgan narsamizni internalize qilish. Buni batafsil gaplaraman, hali gaplashamiz bu haqida. Xo'p, yodlashga kelsak. Aytganimdek, yana miyamizda bor bo'lmasa u narsa biza usiz qila olmaymiz. Demak, informatsiyani yodlashimiz, demak bizdagi yodlashimiz o'zi miyamizdagi informatsiyani ko'paytirish emas. Information uchun emas-da, formation uchun. Ya'ni bizani formatsiya degani o'sha yoqqa qilish degani, siz kimligingizni o'zgartiradigan narsa, sizni form qiladi, doim qiladi. Siz yaratadi desa ham bo'ladi, o'zgartiradi, yaratadi boshqa narsa. Sizni o'zgartiradigan anaqada, ya'ni siz qanaqa fikrlashingiz, dunyoga qanaqa qarashingiz, qanaqa ko'rishingiz dunyoni, mana shu narsalarni boyaga siz oladigan informatsiya, siz oladigan content, sizga beriladigan input hal qiladi. Mana shuni formation deydi, formatsiya deydi. Shu yodlash shunga yordam beradi. Ya'ni siz o'zingiz uchun kerakli bo'ladigan narsalarni yodlashingiz, yodlab olishingiz, demak, sizni dunyoni qanaqa ko'rishingizni o'zgartirishi mumkin. Bu birinchi meni argumentim. Endi ikkinchisi, bunaqa notni Husoyin Buxoriy ustozni ilm haqidagi suhbatlaridan yozib olgandim. O'sha boyaga aytganim, Obsidian'da qolib ketgan anaqa not. Ilmga amal qilish uchun yodlash kerak. Endi amal qilmoqchi bo'lsa yodlash kerak odam. Yodlash tafakkurga yordam beradi. Birinchidan, ikkinchidan amal qilishga yordam beradi. Amalni osonroq qilishga yordam beradi. Yodlamasa-chi desa, inson esidan chiqargan narsasiga amal qila olmaydi. Mana shu not. Bundan nima desa, endi demak yodlash bizga faqatgina biz dunyoni qanaqa ko'rishimiz emas, ya'ni biz qanaqa o'ylashimiz, chunki biz miyamizda bor ma'lumot bilan o'ylaymiz dedim. Shu bilan ko'ramiz. Endi
qanaqa qilib yodlaymiz va qanaqa qilib internalize qilamiz desa, demak, birinchi yodlash haqida. Biz mana men ustoz bo'lsam, men ustozni darsga kirib sinf classroomimni qanaqa ko'rishim, right? O'quvchilarga yondashuvim, ularni nimadir muammolariga qanaqa munosabatda bo'lishim, yondashuvim qayerdan bo'ladi desa, o'sha boyagi men shu paytgacha olgan pedagogik ilmlar bo'lsin, o'qigan kitoblarim bo'lsin, ko'rgan podkastlarim, nimadirlar, darslar, hammasidan kelib chiqadi-da. Men shunaqa o'ylayman. O'ylash jaryonim va ko'rish jaryonim mana shundan kelib chiqadi. Demak, o'shaning uchun uni yodlashim kerak. Endi bitta o'quvchi uyasi qilib kelmagan yoki kimlardir urushyapti darsda, gap qaytaryapti, nimadir vaziyatlarda, endi agar menda mana shu vaziyatda nima qilish haqida bilim miyamda tayyor turmasa, men amal qila olmayman unga. Ya'ni men qattiq gapirib yuborishim mumkin o'quvchiga, qo'pol gapirib qo'yishim mumkin, mana ovozimni ko'tarib javob qaytarishim mumkin. Ya'ni agar bilaman, mana shunaqa mana o'tirib sekin so'rasa eslasam yoki yana kimdir aytsa menga ha bilardim deb ketishim mumkin, lekin momentida miyamda turmasa shu narsa, shu prinsip menda yoki shu qanaqa qilish haqidagi ilm turmasa menda, amal qila olmayman unga. Ya'ni qo'lla olmayman shuni o'sha vaziyatda-da. O'shaning uchun demak ikkita narsa, memorizing bilan internalizing. Memorizing haqida gapiramiz. Yodlash qanaqa yodlanadi desa, hop, qanaqa yodlash kerak emas ham, qaytaraveramizmi desa, spaced repetition texnikasi, bu mani gapim emas, ota-bobolarimiz gapi deydi. Bundan oldin ham ko'pchilik aytgan bu spaced repetition haqida va eng ishlaydigani ham shu. Va bu spaced repetition germaniyalik anaqa nemis psixologi Hermann anaqa ismini hozir aytaman, Ebbinghaus degan psixolog o'ylab topgan. O'sha miyani qanaqa ishlaydi, xotira qanaqa ishlaydi, eslab qolish qanaqa ishlaydi, qanaqa qilib shu eslab qolishni yaxshiroq qilsa bo'ladi deb izlanib topgani spaced repetition, ya'ni bo'lib qaytarish. Yani bittada qaytaraverish emasda, bitta o'qiganingizni 1 soatdan keyin, 1 kundan keyin, 1 haftadan keyin, shunaqa qilib 1 oydan keyin, shunaqa qilib, ya'ni maqsadli tarzda esdan chiqib qolishidan oldin qaytarib qo'yish. Va bunga dastur ham bor, Anki degan dastur. Biz anaqa IELTSchilar yoki so'z yodlash uchun ingliz tili o'rganuvchilar ham ishlatishadi. Va buni medical studentlar ham ishlatishar ekan. Bekorga emas, ya'ni ishlaydi haqiqatan ham. Va birorta o'qigan narsani yoki olgan ma'lumotni qayta o'sha narsani o'qigandan, qayta bir ko'rgandan ko'ra aktiv recall qilishga harakat qilish. Recall nima degani? Informatsiya miyamizda bo'ladi-da, uni eslashga harakat qilamiz, ya'ni miyamizdan olib kelishga harakat qilamiz. O'shani recall deydi va mana shu yaxshi narsa. Endi bunga nima yordam beradi desa, active recall kimgadir aytib berish, teaching, o'rgatish kimgadir bilgan narsa, mana shunaqa YouTube video gapirib berish, shu eslashga yordam beradi. Endi men bunga qarab aytolman, chunki men argumentlarni yozib oldim, chalkashib ketmasligi uchun, lekin ungacha esladim. Manaqa bo'luvdi, qanaqa edi, o'sha boyagi notni esladim, yana ko'rdim boshqa. Ya'ni mana shu jarayonni o'zi recalling-da. Va buni hozir aytib berayotganim ham qanaqadir recalling. Men o'zim yaxshiroq esimda qolishiga, yodlashimga va amal qilishimga osonroq bo'lishiga yordam bersa kerak. Xudo xolisa, shu active recalling qilish kerak. Buni o'quvchilarda ham sezgan, kim ustoz bo'lsa sezadi. O'quvchilar yodlash degan illyuziyani oladi-da, unda yodlamagan bo'landa qarab aytib beraveradi, boshqa qiladi. Shu paytda o'zida-da esdan chiqib ketadi keyin. Yo'q, anaqa yozuvda qolmaydi. Yoki shu qarab aytib berish shundan. Unaqa qilmasdan yopib qo'yib, bitta o'qidingiz bitta narsani, men hozir shunaqa qilyapman. O'qidim, yopib qo'yaman deb o'ylayman. Haqadan o'ylab, eslab, shu mamlaqa dedi, mamlaqa bo'ldi, mana shunaqa ekan deb turib, o'zimga o'zim aytib beryapman ichimda. Yoki endi menda ko'pincha menda sheriklar bor kvartirada. Ularga aytib beraman. Mamlaqa sizga aytib berdim men buni, men bu video ko'rdim, mamlaqa o'qidim, mamlaqa ekan deb ularga o'qib aytib beraman. Shunaqa odamlar bo'lsa, siz ham aytib bersangiz yaxshi.
Unaqa bo'lmasa o'zingizga o'zingiz yetib bersa ham bo'ladi yoki unaqa videoga yetib bersa ham bo'ladi. Keyingi yotlashni yaxshiroq qiladigan narsa tushunish. Ya'ni yodlayotgan narsangizni rote memorization deydi. Quruq yodlash ma'nosida, ya'ni prosta yodlash kerak turib yodlavermasdan yodlaydigan narsani tushunish shu yodlashni osonroq qiladi. Birinchidan nimaga yodlayotganingizni bilasiz, shu kerakli narsa, ma'nosini tushunib turibsiz, yodlayotgan narsangizni osonroq bo'ladi. Buni men anaqada sezgan edim. O'quvchilar she'rmi, g'azalmi, nimadir yodlashyotdi. O'shanda quruq yodladi. Keyin so'radi, "Men bu unaqa so'z nima degani? Men bu nima anaqa? Ma'nosi nima bu so'zni?" deyapman-da. Sen bilmayapti, quruq yodlayotgan ekan. Ya'ni tushunib olsa shu osonroq yodlaydi. Tushunib olsa, ana shunaqa kecha kelgumdur debon, ul salviga ru kelmadi degan narsani yoki shunaqa baytlarni boshqa umumiy, endi misol uchun aytaman. Ya'ni ma'nosini tushunib olsa, ya'ni nima anaqa gap desa, osonroq bo'ladi. Va bizda mashhur gap bor, use it or lose it degan. Foydalan yoki esdan chiqib ketadi. Yoki miyada chirish boshlashi mumkin. Ishlatilmagan narsa. Shuning uchun ishlatib turish kerak. Har doim ora-orada ishlab, eslab, ya'ni foydalanishlik bitta funksiyasi o'zi, ya'ni bir ilm oldingiz, uni ishlatishingiz kerak-da o'zi. Ikkinchidan, mana shu esdan chiqib ketmasligi uchun ham ishlatib turish kerak, hech yo'q. Ya'ni ora-orada aniq qilib qo'yish kerak-da, ishlatib turish kerak shu narsani. Va keyingisi kam bo'lsa ham chuqur olingan ilm ko'p yengil, ya'ni yuzaki olingan ilmdan ko'ra ancha afzal. Ya'ni aytadi-ku, 10 ta kitob o'qigandan bitta kitobni 10 marta o'qigan yaxshi. Mana shunga tushadi. Ya'ni siz har xil narsalarni o'qib yodlashga harakat qilmaysiz, ozgina narsani qo'yasiz, qayta-qayta, lekin chuqur tahlil qilib, boyagi ildizigacha tushib, o'ylab, tafakkur qilib qilish ancha yordam beradi. Va oxirgisi siz o'zingiz bilgan, ya'ni miyangizda bor bo'lgan informatsiyaga yoki ma'lumotga bog'lab qo'yish uni. Bog'lashga harakat qilish. Siz nimadir bilasiz, nimadir yangi narsa keldi, shu ikkalasini bog'lab qo'yishmaysiz. Ha, men bunga o'xshar ekan, ha, men bu bunaqa edi deb turib, ikkalasini orasida link qilib qo'yish yodlashni osonroq qiladi. Bu endi yodlash haqida edi. Demak, biz nimadir siz o'zingiz dunyoni qanaqa ko'rishingiz, qanaqadir o'ylashingiz, qanaqa fikrlashingiz o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, demak, o'sha boyaga o'rganayotgan narsalaringizni, olayotgan ilmlaringizni yodlab olishingiz kerak ekan. Yodlash uchun gaplashdik texnikalarni 1 2 3 4 5 6 ta gaplashimiz. Space repetition, active recalling, ma'nosini tushunish, ishlatib turish uni, kam bo'lsa ham chuqur ilm olish va bog'lash. Mana shularni ishlatish kerak-da. Agar siz endi sizni amalingizni ham o'zgartirish kerak bo'lsa, ya'ni qiladigan ishlaringizni ham faqatgina qanaqa ko'rishingiz, qanaqa fikrlashingiz emas, endi qilish ham kerak bo'lsa, uni amalni ham o'zgartirish kerak bo'lsa, endi internalizing o'tamiz. Internalize qilish uchun nimalar qilish kerak desa, xo'p, endi men aytaman, bitta birinchi eng muhimi, u ma'lumot bizga qachon internalize degan o'z ichimizga singib ketishida, ya'ni olgan ma'lumotimiz bizni bir qismimizga aylanishi yoki olgan ilmimiz bir qismimizga aylanib qolishi. Yodlashdan nima farqi bor? Siz yodlash bu yodlash informatsiyani miyamizda available bo'lib turishida, mana shu bo'lib turadi bu. Internalize bo'lsa, u bo'ldi, u bir qismimiz, u bizda borligini ham balki his qilmasmiz. Bo'ldi, ana o'qib ketaveramiz, mana shu. Bo'ldi, mana shunaqa qilamiz, zo'ramiz. Keyin o'ylab, nimaga o'zi mana shu qaror qildim, nega mana shunaqa dedim o'zi, nega bunga bunaqa javob berdim deb o'ylasak, keyin yo'q, men bu unaqa edi-yu, men buni o'rgangan edim deb keyin eslasak, balki bo'lishi mumkin. Ana o'qisak, borligini bilishimiz mumkin. Lekin asosan bu yoqda internalize bo'lgan narsa, biz ichimizga, bir qismimizga aylanib bo'lgan narsa, odatda u
anaqa emas, visible emas, transparent deydi-ku, ko'rinmas bo'lib ketgan o'zi, bitta qismimizga aylanib ketgan o'zi. U ilm bizda borligini ham bilmaymiz, anaqa qilish. Islomiymiz ham qachon o'rganganimizda uni bitta qismimizga aylanib ketib bo'lgan. Ya'ni mana shunaqa qilish uchun nima qilish kerak desa, o'sha o'rgangan narsamizni har xil kontekstda qayta u bilan uchrashish, ya'ni ko'rish uni. Men o'zimda bo'lgan voqeani aytib beraman. Mana shu vaziyatda nima bo'ldi? Menda ustoz shogirdlik va shu o'quvchilarning tarbiyasiga ham bee'tibor bo'lmaslik, ular haqida genuinely care qilish, qayg'urish haqida bitta kitobmidi, birinchi marta anaqasini eslamayapman. Birinchi men face bo'lganimni shu ideyaga, shu ideya paydo bo'ldi. Ya'ni shunaqa g'oya, shunaqa narsa o'qidim. O'sha haqida qayg'urish boshqa. Va bizda olimpiada bo'ldi. O'quvchilarni olib borgan edim, ikkinchi sinf o'quvchilar, menda ikkinchi sinflar. Va ularni kutib turibman tashqarida. Qaysidir viloyatdan kelgan ustoz o'quvchi chiqyapti-da, shogird qalay bo'ldi deyapti. Keyin ustoz men nima qildim? Men buni qildingmi? Men buni bildingmi? deyapti. Bir urushib ham beryapti, so'kyapti ham. Shuni ham topa olmadingmi? O'tgandik-ku boshqa deb. Va lekin shu shogird ham framing, naming shunaqa shogird ustoz deyapti va faqat tilda emas, o'sha boyagi munosabatlari ularni bo'layotgan o'rtalaridagi munosabat va nima deydi buni? Ularning attitude bir-biriga, o'quvchining ustozga, ustoz o'quvchisiga bo'lgan va o'sha gap so'zlari, ustoz aytayotdi, bo'ldi oyingga anaqa qilaman, oyingga yoki men oyingga aytib qo'yaman o'zim, nimadirlar yoki telefon qilamizmi deyapti. Ya'ni oilaviy ham yaqin, oilaviy kontekstda ham demak biladi ustoz. Va mana shu ustoz shogirdlik, mana shu menga boshqacha ko'rindi tashqaridan. Ya'ni ustoz shogirdlik munosabatlari o'quvchi munosabatlaridan ko'ra yaxshiroq ekan degan o'sha yerda keyin ikkinchi anaqa bo'ldi menda. Yana nima bo'ldi keyin? Podkast ko'rdim. Ikkinchi qismi aynan, birinchi qismi ham ta'sir qilgan o'zi asli. Ikkinchi qismida yana ham Husayn Buxoriy ustoz, Hasanxon qori aka, Aziz aka Rahimov va Temurbek Atxamov. Ucholovligisi shu alohida mavzuni ikkinchi marta anaqasi, ikkinchi soni tarbiya haqida gaplashishgan, taqiqlar haqida gaplashishgan sonida o'sha yerda anaqa bolani o'zgartirish haqida, o'zgartirish uchun unga eslatish, taqiqni oxirgi chora sifatida qo'llash haqida gap ketganda o'sha paytda yana o'yladim. Mana bu taqiq yoki umuman o'zgartirish haqida o'ylash uchun bolaga haqiqatdan kerak qilmasangiz qilib bo'lmaydi-da uni. Ya'ni prosta jazolaverasiz. Lekin o'zingiz farzandingiz bo'lsa yoki o'zingiz farzandingizdek ko'rib yoki ukangizdek ko'rib, singlingizdek ko'rib haqiqatdan qayg'urganda keyin unda nimadir o'zgartirish harakat qilinadi-da. Uni ko'rdim. Keyin bu yoqda yana gaplashdik. Mana shunaqa bo'lib 3-4 ta 5 ta kontekstda mana shu bir xil anaqa narsa menga ko'rgandan keyin uj bo'ldi. Ma'no qilishim kerak ekan, demak boshlashim kerak ekan shu narsani dedimda. Keyin qilishni boshladim. Keyin mana o'quvchilarimni prosta endi o'quvchim emasda, shogirdim bo'lsa-chi, mana shu shogirdim deya olishim uchun shogirdimdek qarashni boshladim-da. Shu yondashuvim shunaqa sekin o'zgaryapti. Mana shu narsa. Ya'ni aytganim, men endi bo'ldi, men zo'r bo'lib ketdim demayman, prosta mana shu bitta men olgan ilm, o'sha ustoz shogirdlik yoki o'quvchilar haqida qayg'urishni boshlash kerak ekan degan narsa prosta qolib ketmadi-da. Shu boyagi har xil kontekstda menda uchrab qolgani uchun meni bir qismga aylanyapti sekin, men shu his qilyapman. Chunki o'zgaryapti. O'quvchilarga bo'lgan munosabatim ham, qaysi vaziyatda nimadir noto'g'ri ish qilsa, boshqa qilsa, yondashuvim o'zgarganini o'zim sezib turibman. Balki boshqa ustozlar ham, maktabdagilar ham sezgandir, bilmayman.
Xullas shu. Mana shunaqa birinchisi shu. Endi o'sha o'rganilgan narsa haqida prosta o'ylash emasda, u bilan o'ylash. Ya'ni mana bunga misol qilib stoitsizmni aytish mumkin. Stoiklarni haqida hayotini o'qib, mana shunaqa qilishgan ekan emasda. Xo'p, mana shu masalan Marcus Aurelius'da Meditations degan kitob bor. Shu kitobni ham o'qishni boshladim. Boshidayoq уже ancha narsa. Mana shu vaziyatda shu nima qilgan bo'lardi? Mana shu holat u bilan sodir bo'lganda ular qanaqa react qilgan bo'lardi bunga? degan narsani o'ylab ko'rish. Ya'ni buni stoitsizm mana shunaqa deb emas, stoitsizm bilan o'ylab ko'rish. Ya'ni not think about it, think through it deydi-yu. Bilan o'ylashda u bilan. Va yana bitta yordam beradigan narsa, men hozir shunaqa qilyapman. O'rgangan narsamni o'zimning so'zlarim bilan yozish. U prosta paraphrase qilib qo'yish emas. Ya'ni ingliz tilida anaqa o'xshab paraphrase qilib qo'yib yoki translation ham emas. Ya'ni inglizcha ko'rgan bo'lsam yoki boshqa qanaqa ko'rgan bo'lsam, shuni o'zbekchalashtirib qo'yish emas. O'zimning tilimda, o'zim biladigan so'zlardan va o'zim uchun tushunarli make sense qiladigan tilda yozish shuni. Mana shunaqa qilish. Xuddiki men mana shuni o'zim o'ylab topgandek. Ya'ni men o'zim so'zlarim bilan, ya'ni men o'zimni hayotimdagi misollar bilan, ya'ni o'zi mana shu YouTube'dagi qilayotgan kontentim ham shu. Ya'ni prosta aytib mana shunaqa dedi u. Xurmo'zi mana shunaqa dedi. Husayn Buxoriy ham bunaqa dedilar. Hasan Qoraka ham bunaqa dedilar. Aziz Rahimov ham bunaqa deyapti. Deb turib olib kelib aytib berish emas. Ya'ni buni xuddiki men o'zim o'ylaganda, ya'ni men o'zimni misollarim bilan, o'zimni hayotimdagi kontekstdan olib turib shunaqa qilishim bu nimaga? Mana shu qilish, shu internalize qilmoqchiman men. Maqsad shu. Ya'ni men mana shu g'oyalar meni bir qismimga aylansin. Men ertaga shular amalim o'zgarsin, shuni oqibatida amalim o'zgarsin. Dunyo qarashim o'zgarsin birinchidan, yodlashim kerak buni. Ikkinchidan shu bir qismimga aylanadigan bo'lsa, demak amalim ham o'zgaradi. Amal qila olmayman, chunki meni bir qismim bo'lib qoladi, men tayyor turadi, men amal qilmoqchi bo'lgan paytim turadi bu narsa degan. Va boya buni yodlashda ham gaplashdik. Bular narsani o'rgatish yodlashga ham yordam beradi, yaxshiroq tushunishga ham yordam beradi. Shuni hisobiga internalize qilishga ham yordam beradi. Shuning uchun o'qitaverish ham kerak, o'rgataverish ham kerak. Mana shu narsani bunday qiling. Va boshida ham gaplashgandik. Men YouTube'da shu narsa foydalanyapman. Sizdan foydalansangiz bo'ladi. Va eng qizig'i bitta narsani internalize qilish boshladikmi, bu jarayon tez bo'lmaydi o'z-o'zidan. Sekin kechadi va mana shu sekin bo'lishi tabiiy, shuni qabul qilish kerak-da. Va bizda anu bo'ladi, ichimizdan bo'ldi, keyingiga o'taylik va boshqa nari kitobga o'taylik endi. Men bu narsani boshlaylik, endi men bu g'oya, endi men bu narsa degan narsa keladi. Shuni resist qilish, shuni olib tashlab turish yo'q. Shuni o'qib oling, oxirigacha shuni tugatib oling deb turib, boyaga tezroq o'tib ketish hissini orqaga surib turish kerak. Ya masalan, bitta narsani o'qiysizda, bo'ldi, keyingisi. Bitta kitob o'qiysizda, keyingisi. Men kitoblarni bittani tugatib keyingisiga o'taman degan narsa yo'q. Bitta paytda 3-4 ta kitob boshlab qo'yishim mumkin va tugatmasligim ham mumkin. Ya'ni men tugatsam keyin boshlayman degan o'zimga qo'yib olmaganman, to'siq. O'qiyman. Qayta o'qishim ham mumkin bitta anaqasini, bitta chapterini yoki bitta joyini o'zini, bitta paragrafini shtobani o'qish uchun, yaxshiroq tushunish uchun va o'sha haqida o'ylab yuraman keyin. O'sha boyagi oxirgi payt men o'zimda test and try qilayotgan narsam mana shu. Ya'ni o'tib ketishni orqaga surib turish. Yo'q, men hozir o'qimayman. Keyingi o'tmay turaman, mana shuni qilib turay. Keyingi o'tmay turaman degani o'sha kitob o'zidan boshqa anaqalar varog'iga o'tib, keyingi chapterga o'tib ketish aytayapman-da. Yo'q, unaqa emas. Mana shundan o'qib oling oldin, haqiqatan o'ylab ko'rib va bitta real case aytaman. Orada men oldin qilmasdim shuni. Yoki juda ham shallow
surface level qilardim judayam. Nimadir video ko'rsam yoki kitob o'qisam, undagi fikrlarni, g'oyalarni ha dirdim-da. Okay dedim, davom etaverardim. Ya'ni uncha ko'p ushlab turmasdim yoki yozib olmasdim. Yozsam ham bitta zo'r eshitilib qolgan anaqalarni, quote'larni yozib qo'yardim-da. O'tib ketardim. Va bunga ancha botdi. Bir marta bir kun o'tirib 4 soatlik podkast Alex Hormozji bilan Chris Williams'ning Modern Wisdom'da 4 soatlik podkast qilishgan. O'shani o'tirib yozib chiqdim. Ko'ryapman, deyapman, birinchi tushunishga harakat qilyapman. O'ylayapman, yozyapman keyin. Bo'ldi, shu davom etib shunaqa qilib 4 soat bo'lsa, meni ancha vaqtim ketdi. Ya'ni 4 soat vaqtim ketmadi-da, 4 soatlik narsalarni ko'rib yozish uchun. Undan ko'p vaqt ketdi. Lekin tugatgan paytim miyam portladi. Ya'ni yaxshi ma'noda prям wow dedim o'zim ham. Birinchidan qila olganim uchun shuncha anaqani. Ikkinchidan mana shu men oldin ham ko'rganman qiziq, bu podkastning boshini oldin ham eshitganman. Yoki buni qaysidir qismlarini shortsda boshqa nimadirlarda qaytadan ko'rib qolganman. Emasam Hormozini anchadan beri kuzataman-da. Qaysidir ideyalari, qaysidir aytayotgan gaplari yangilik emas. Lekin mana shu yozib va yozganda o'ylaysiz. Shu menga nima mos keladi buni? Men qanaqa qo'llab ko'ra olaman deb qilganimni protsessi va yozganim va bunga keyin qaytganim yana chunki orada mana tayyor notebookim anaqa daftarim oldimda qarab qaytib bunga yana o'qib boshqa qilib bosh narsasini ko'rgandan keyin zo'r bo'ldi. Va bundan keyin mana shu qilib ko'rgandan keyingilari mana bundan keyin ham mana bitta podkast ishlasam AI haqidagi videosi ya'ni bo'ldi уже buni qilib ko'rdim, o'xshadi va foydasini ham ko'rdim, endi davomiy qoldim. Bo'ldi, mana shunaqa ekan deb. Vaqt ketadi. Urushgani siyoh ham ketadi. Ba'zan qanday sabr yetmasligi mumkin, ko'ra oson ko'rib qo'ysam bo'lmaydimi? Yo'lda ko'rib qo'ysam bo'lmaydimi deb. Yo'q, qayta ko'rib, eshitib, yozib, yozmaguncha endi buni aytish mumkin, nimaga endi daftar undan ko'ra tayyor type qilsa tezroq emasmi? Ki knowledge base yig'ib, Obsidian'da yoki o'sha Zettelkasten qurib, men bu cloud laptopda qilsa bo'lmaydimi? O'sha tegsa osonroq emasmi? Ani refer qilish oson, topib olish oson, mana varolab yurmaysiz, boshqa saqlash oson, uni yo'qolib ketmaydi desa, mana bitta argumentim bor. Yozish sekin jarayon bo'lganini ham hisobiga yozganda ham o'ylaydi odam va mana shu yozish, handwriting qilish xotiraga ham yordam beradi. Men yozganlarimni ko'pini esla olaman. Men kompyuterda Obsidian hozir ekran share qilib ko'rsata olmayman. Balki anaqada qo'yib ketarman montajda. Obsidian notlar to'layapti. Kitobdan nimadirlar olingan. Ya'ni highlight qilib ketorganman. Shunaqa yig'ilgan mana bu Kindledan, boshqa joylardan yig'ilganda ko'pini esla olmayman. Lekin yozganlarim bor, shuning orasidan o'z daftarga yozganman, boshqa daftarga. O'shandan Obsidian ko'chirganlarim bor-da. O'shalar esimda. Aynan o'shalarni haligacha men esla olaman, lekin yozmaganlarim bo'lsa, ko'plari esimda yo'q. Shuning uchun yozish baribir voyaga yetganimizdek memorization yodlashga yordam berar ekan va yodlab bunga keyin yana refer qilsak, kimgadir o'rgatsak buni, ya'ni gapirib bersak, boshqa qilsak, bu internalizing ham bo'lar ekanda, bizni bir qismimizga aylanib, hayotimizni ham o'zgartirar ekan. Ya'ni amallarimizni ham o'zgartirishga sabab bo'lar ekan. Bugungi videoni maqsadi shu edi. Siz nima hayotingizda nima o'rganayotgan bo'lsangiz ham yodlashga harakat qiling, o'sha o'rganayotgan narsalaringizni. Bu bo'ldi deb o'tib ketmang. Chunki yodlash sizni dunyoni qanaqa ko'rishingiz, qanaqa fikrlashingizga ta'sir qiladi. Ikkinchidan, inson yodlamagan narsasiga, esdan chiqqan narsaga amal qila olmaydi. Shuning uchun ilmga amal qilish uchun ham yodlash kerak. Shuning uchun yodlashni boshlaylik. Men o'zimga ham bu eslatma. Bu yog'iga faqat shu yodlash ustida ishlaymiz. Rahmat.